Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanali kuzatuvchilari. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksimizning 57-moddamizga yetib keldik. Demak, tanosil kasalligi, OIV kasalligi, OIS yuqadigan manbani yashirish, bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravardan 3 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 58-moddamizda yuqorida ko'rsatilgan kasalliklar uchragan shaxslarni tekshirishdan bo'yin tovlash. Bu yerda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravardan 3 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 59-moddamizda OIS kasalliklari yuqqan, yuqmaganligini aniqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tkazishda, shuningdek tibbiy, kosmetik muolajalarni o'tkazish xavfsizlikni yetarli darajada ta'minlamaganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 2 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 59-1-moddamizda hayot yoki sog'liq uchun xavfli holatda bo'lgan shaxsga shoshilinch yoki kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy yordam ko'rsatishni asossiz ravishda rad etish, fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravardan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 5 baravardan 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takror sodir etilsa, fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 10 baravardan 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 59-2-moddamizga e'tibor qaratamiz. Oilaviy maishiy zo'ravonlik. Xotinga, erga, sobiq xotin, sobiq erga bir ro'zg'or ostida birgalikda yashayotgan shaxs, umumiy farzandga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan mulk, ta'lim olish, sog'liqni saqlash, mehnat, oid huquqqa amalga oshirmaslik, ya'ni bu yerda mol-mulk, shaxsiy ashyolarga qasddan shikast yetkazish, shuningdek ushbu shaxslarga sog'liqni yomonlashuviga olib keladigan tarzda ularning sha'ni, qadr-qimmatini taqdirlash, ularni qo'rqitish, yaqin qarindoshlardan ajratib qo'yish basharti bu jinoyat alomatlari, shuningdek ushbu kodeksda nazarda tutilgan boshqa huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo'lmasa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga yoki 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. 59-3-moddamizda psixologik yordam ko'rsatish tartibini buzish. Ya'ni bu yerda fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 10 baravardan 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takror sodir etilsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 20 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 15 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 59-4-moddamizda ma'rifiy faoliyatni amalga oshirish tartibini buzish. Fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravardan 10 baravarigacha jarima solishga, mansabdor shaxslar esa 10 baravardan 15 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolar 10 baravardan 15 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 15 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. 59-5-moddamizga to'xtalamiz. Demak, xalq tabobati to'g'risida qonunchilikni buzish. Bu yerda fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravarigacha, mansabdor shaxslar esa 20 baravardan 25 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bu moddamizda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni xalq tabobati sohasida faoliyat olib borish uchun tegishli huquqqa ega bo'lmagan shaxs tomonidan fuqarolarga tibbiy tashxis qo'yish, ularni davolash xizmatlarini ko'rsatish hamda mazkur xizmatlarni omma oldida targ'ib qilish basharti jinoyat alomati mavjud bo'lmasa, ushbu jarimaga sabab bo'ladi. Hamda bu yerda ko'rsatib o'tilgan xalq tabobati yo'nalishi ruxsat etilmagan usullarni qo'llagan holda fuqarolarga tibbiy tashxis qo'yish, ularni davolash, ularga xizmat moddiy qimmatliklar olish yoki mulkiy manfaatdor bo'lish evaziga ko'rsatish, shuningdek mazkur xizmatlarni omma oldida targ'ib qilish basharti jinoyat alomatlari bo'lmasa, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning 1-2 qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil ichida takror sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 30 baravargacha jarima solishga sabab bo'ladi yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi video roligimiz shu bilan tugadi.